Do'stim, kechagi ishimizdan zo'r foyda qoldimi? Barakasini ber. Menga qara, yaxshiyam uni aqllini aralashtirmam. Bo'lmasa kelib aqllilik qilardi. Uni qilma foiz bo'ladi, buni qilma to'g'ri kelmaydi. Bilasanmi, aqllini o'zi qilyapti-ku. Iya, bo'rini eslasang quloq ko'rinadi. Yo'q, javob berma, qo'y. Hozir yana boshlaydi. 2 soat leksiya o'qiydi. Menga qara, shu 3-odamni nima qilasan? Foydasi 2 kishiga bo'lardi. Keyin shuni chiqazib yuboraylik, novchani. Sen bilan men ko'proq foyda qilamiz shunda. Nega tushunmaysan? Axir uni ham oilasi, bola chaqasi bor-ku. Bo'lsa nima qilibdi? Kimda yo'q bola chaqa? Hozir hech kimni o'ylaydigan zamon emas, unutma. Telefonni ko'tarmasak, xabar olmasak, o'zi tushunadi. Bekorga aqlli emas-ku. Dünya xudo ne mülkü atrofim to'la tulki o'tinaman xudodan qilma shularga kulgi. Ketganlardan xafa emasman. Axir Allohdan yomonlardan yiroq qilishini o'zim so'raganman.